Qoq chillasida original bo'lgan brendlarni sklad narxidan ham arzon sotamiz. Nimaga aynan original deyapmiz? Bu Hisense brendi boshqa brendlarga o'xshab boshqa zavodlarga emas, aynan o'zini konditsioner ishlab chiqaradigan zavodi bor. Xitoyda juda katta. Bu 12 talik konditsionerimizdan eng zo'r tarafi R32 Freonda ishlaydi. Smart funksiyasi bor. Bu smart funksiyasi shunaqa zo'r funksiya. Ko'rasizlar, pultida o'zini datchigi bor. Xonaning haroratini o'zi aniqlab, sovuq havoni qanaqa chiqarib berishni o'zi kontrol qiladi. Uncha-muncha konditsionerlarda yo'q bo'lgan filtr, karboniy filtri bor. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana alohida qo'yib qo'yilgan. Bu filtrlarni oddiy suvda yuvorsanglar bo'ladi. Buni vazifasi xonada mikroblarni ushlab qolib, ya'ni xonaga toza havo chiqarib berish funksiyasi. Havoni chiqarishi to'rda uslubda chiqaradi, ya'ni tepaga, pastga, o'ngga, chapga. Yana zo'r taraflardan bittasi motorlari DC invertor bo'ladi. Energiya tejamkorligi A klassga kiradi. Bu brend shunchalik o'ziga ishonadiki, даже kompressorlariga 5 yilgacha garantiya beradi. Uncha zavod bunaqa garantiyani bera olmaydi, to'g'risi. O'zini komplektidan mana shunaqa misli trubkalari, montaj qilish uchun mana shunaqa simlari va har xil komplektdagi lentalari chiqadi. Pultini ham ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa oppoq rangda bo'ladi. Havoni 5 ta naqd 5 ta skoroskda chiqarib beradi. Motorni ham ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa metallari baquvvat, chunki buni og'irligi 26 kilogramm. Arzonchi modellarga o'xshab 18-19 kilogramli model emas. Butun dunyo taniydigan bu Hisense brendining 12 tali invertor konditsionerini $350 dan $380 gacha sotishayotgan bir paytda bizning obunachilarimiz uchun $285. Bosinglar.